biz unga boshqa tana a'zosini burningni ko'rsat desak ham u boshini urib ko'rsatadi. Boshiga qattiqroq ta'sir ko'rsatamiz. Bitta harakatni takror qildirganimiz uchun keyingi harakatni o'z-o'zidan qilishi bu tabiiy holat. Bizga robot bolalar emas, oddiy bolalar kabi reaksiyalarimizga to'g'ri javob qaytaradigan bolalar kerak. Autizm bolani ABA terapiya robot qilib qo'yadi. Tabiiyki, autizm tashxisi qo'yilgan ota-onalar bolasini ABA terapiya o'tish uchun markazlarga olib borishadi. ABA terapiya degani bu faqat jeton bilan ishlash degani emas. Jeton bolani shunchaki o'ziga, ya'ni jetonga o'rgatib qo'yib harakat qilishga o'rgatadi. Bu albatta bolani robotlikka olib kelishi mumkin. Masalan, ko'rsatib beramiz. Boshingni tana a'zolarini bilmaydigan bolaga boshingni ko'rsat tushunchasini o'rgatmoqchimiz ABA terapiya orqali. Boshingni ko'rsat. Barakalla. Boshingni ko'rsat. Молодец. Boshingni ko'rsat. Yaxshi. Boshingni ko'rsat. Boshingni ko'rsat. Boshingni ko'rsat. Biz bolaga boshingni ko'rsat demasak ham uje jetonni ko'rgandan boshini uradigan bo'ldi. Lekin biz unga boshqa tana a'zosini burningni ko'rsat desak ham u boshini urib ko'rsatadi. Nima uchun? Chunki bola bizning gapirayotgan gapga tushunmayapti. U faqat jetonga qarab turibdi. Demak, jetonni ko'rganda u mana qilish kerakligini tushundi xolos. Endi bola shunaqa robot bo'lmasligi uchun biz aytishimiz mumkin, bolada rotatsiya jarayonini qilamiz. Ya'ni ikkinchi tana a'zosini ham o'zimiz ko'rsatib o'rgatamiz. Burningni ko'rsat. Barakalla, burningni ko'rsat. Barakalla, burningni ko'rsat. Burningni ko'rsat. Bitta harakatni takror qildirganimiz uchun keyingi harakatni o'z-o'zidan qilishi bu tabiiy holat. Bunda bolani nimani ko'rsat deb aytishimiz shart emas. Bola bemalol o'zi ko'rsatib biladi. Lekin ana endi biz boshingni ko'rsat deganimizda ham burnini ko'rsatadi. Bu holatni biz robotlashtirish deb atadik. Bola robot bo'lmasligi uchun bizga albatta yordamchi kerak, ya'ni sensor integratsion mashg'ulotlar. Agar biz ABA terapiya va sensor integratsiyani qo'shsak, mana bunday holat kelib chiqadi. Ya'ni bolaga boshiga qattiqroq ta'sir ko'rsatamiz va uni og'riqli narsani his qilgandan so'ng bola o'z-o'zidan qo'li bilan boshini ushladi. Boshini ushlagandan biz unga murojaat qilamiz. Bosh va boshingni ko'rsat bo'lganida barakalla sanga jeton. Boshingni ko'rsat desak, endi boshini ko'rsatadi. Nima uchun? Chunki u og'riqni his qildi va aynan o'sha boshida og'riq his qilgan joyi boshi ekanligi aytilganida u tushundi. Ya'ni biz bolani tushunib, anglab, boshi ekanligini aytishga o'rgatdik. Agar biz faqat ko'rsatib bergan narsaga o'rgatib qo'ysak, u uyiga, ota-onasiga boshingni ko'rsat desa ko'rsatmaydi. Uyda esa har doim jetonni olib yura olmaysiz. Yoki ko'chada jetonni olib yura olmaysiz. Mana meni qizim boshini biladi deb o'tirganingizda u boshini taq ursa, agar ana boshini ko'rsatdi degan narsani hech kimga isbotlab bera olmaysiz. Bizga robot bolalar emas, oddiy bolalar kabi reaksiyalarimizga to'g'ri javob qaytaradigan bolalar kerak.